Nevatlar aka shu. O. Voy. Ke. Qaranglar, shilinib ketdi oyoqlargacha. Alloh bir asradi. Ukam bor ekan, ukam meni qutqardi. O'zim ham suzishni bilmayman, endi jon holatda nimatligi shunaqa bo'lib qoldi. Hamma yoq qo'l bo'lib ketdi, iPhone 7 ketdi, Tarus ketdi. Nima deysan endi? Shunaqa bo'lib qoldi-da. Alloh asradi akalar. Ko'pchilik duo qiladi, hammaga rahmat. Prosta bu holatga like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalar. O'zi aslida biz Toshkentdan 4-5 soatlik yo'l bosib keldik. Dam olib sizlarga mana bu taruzlarni kesib, maza qilib obzor qilmoqchi edik. Mana bu mashinani. Da. Endi nima deysiz? Shunaqa bo'lib qoldi. O'zing obzor qil. Ko'rib turganinglar MG HS modeli akalar. Bunda 2 litrli turbina, 230 bitta-ot kuchi. O'rtacha benzin xarajati 8.6 litr. Hammaga qiziq bo'lgan savol, mana shu joygacha tog'u toshlardan o'tib keldi mashina. Hadoichasi juda ham yumshoq. Saloniga keladigan bo'lsak, sidenalar kojinli, elektronli akalar va 4 ta sidenada abagrev bor, даже rullarida ham. Ko'pchiligiga narx qiziq. 349 million 900 ming so'm. Bu brendga 1924-yil Buyuk Britaniyada asos solingan. Buni 6 xil rangi bor akalar. Обязательно mashinani sotib olishdan oldin haydab ko'ringlar. Men sizga hozir ikkinchi pozitsiyasini ko'rsatdim. Buni birinchi pozitsiyasi ham bor va narxi pastda ko'rsatib qo'yildi. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.